Assalomu alaykum. Ustachilar, yaxshimisizlar? Sizlarga bitta yangiligimiz bor. Elektrический tal. Ko'ringlarchi, baho berib bersizlar. Ko'tarinchi. Stop. Bu redaktorimiz og'irligi 140 kiloni, 120 kiloni shunaqangi. Endi tushirinchi. Mana ko'taring. Xo'sh, endi buni bizda shunaqa narsaki. Sal bu tomon qashatib turing, qo'yib yuboring knopkani. Shunchaki ushlab turing, men nima tushiraman sepilinda. Endi ko'pchilik elektrический tallarda shu narsa ishlagan paytda yuk ko'targandan keyin tushirishga ham o'shancha vaqt ketib qoladi. Tushirishga ham. Endi bunda afzalligi bor. Mana tushirishda aravachani, pustli aravachani tepadan pastga oson tushirib olish yo'li mana bu. Mana bunda bossa og'irroq ketdi hozir mana. Tormiz buni. Endi aravacha bo'lgandan keyin tomdan buni bitta bosib yuborilsa, bitta ko'tarib yuboring, marhamat. Ko'taryapti. Bo'ldi. Endi aravacha hech qachon 120 kilo bo'lmaydi. Bo'lsa 20-30 kilo bo'lishi mumkin. 20-30 kilo yukni shovullab tepadan, masalan, 3-etajmi, 2-etajmi tushirishga qulaydi bu mana. Ishlab turgan odam to'xtatib qolsa ham bo'ladi. Bo'lmasa xotiga qarab turib tez tushirib olsa ham bo'ladi. Mana bitta bosib, polni bosib olsa shirra tushib ketadi. Shu afzalligi bo'lsa ko'tarib qo'ying. Afzalligi shu. Sal o'zi tortib qo'ying endi qo'lingiz bilan. Mana sekin tortilaveradi. Bunaqasi yengil, nihoyatda mana. Ko'rib turganlarni yengil. Xo'sh, bunda qo'shimcha qilingan mana parralari bor. Nima sotib turadi endi. Mabodoga ko'p ishlangan bo'lsa, motorlar sotadi bu. O'zini trosi bir 30 metr chiqsa kerak mana. Keyin buni yaxshi jihati tushirib ko'rsatgan hammaga bosib turmasin. Bo'ldi mana. Buni yaxshi tomoni mana bitta motor yechiladi. Motor yechilgan